Diqqat! O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, bugun 7-fevral kuni O'zbekiston Respublikasida zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, yer qimirlashi soat 20:22 da Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 206 km janubi-sharqda joylashgan. Magnituda 2,8, chuqurligi 5 km. Epitsentr Yangiqo'rg'on, O'zbekiston. Koordinatalari 41,8 daraja shimoliy kenglik, 71,66 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi quyidagicha: Namangan shahrida 2-3 ball 9 km, Namangan tumanida 2 ball 16 km, Chortoq tumanida 2 ball 19 km ni tashkil etgan.